Bu videoda sizlar bilan Schlaganfall, ya'ni insult haqida gaplashamiz. Schlaganfall beschreibt eine akute cerebrale Durchblutungsstörung im arteriellen Stromgebiet. Ya'ni im arteriellen Stromgebiet. Arterial qon oqimi hududidagi o'tkir cerebral, ya'ni o'tkir miya qon aylanishining buzilishini ta'riflaydi. Beschreibt. Leitsymptom, ya'ni asosiy simptomi akutes fokal neurologisches defitsit, ya'ni o'tkir fokal nevrologik nuqson hisoblanadi. Misol uchun, hemiparezi, gemiparez, tananing bir tomonini falajlanishi. Sprech oder Sehstörungen, ya'ni Sprach bu nutq, so'zlashuv, Sprech oder Sehstörungen. Sehen bu ko'rmoq, ya'ni Sehstörungen bu ko'rishning buzilishi, ya'ni ko'rish qobiliyatining buzilishi. Ya? Hypostazia, ya'ni bu tananing bir tomonda sezuvchanlikning pasayishi hisoblanadi. Mana shular Beispielweise misollar. Formen, ya'ni ikki xil formasi bor buni. Schlaganfall, ya'ni insultni. Hemorragische Schlaganfall, ya'ni gemorragik insult. Ischemische Schlaganfall, ya'ni ischemik insult. Hemorragische Schlaganfall, bunda rasmdan ko'rib turibmiz. Demak, bu yerda qon quyilish yuzaga keladi. Intracerebrale Blutung, ya'ni bizda qon tomir yoriladi va u yerdan qon chiqadi. Va bizda qon quyilish yuzaga keladi. Taxminan circa 50 oder 20% uchrash chastotasi, demak 15-20%. Neurologische Dysfunktion infolge einer intracerebrale Blutung, subarachnoidale Blutung. Demak, bu yerda qon quyilishlar yuzaga keladi. Ishemikda esa Gefäßverschluss bo'ladi, ya'ni qon tomirining to'silishi yuzaga keladi. Gefäß qon tomir, Verschluss bu to'silish. Demak, qon tomir to'silishi yuzaga keladi. Taxminan 80-85% holatda uchraydi. Demak, buning uchrash chastotasi ko'proq. Neurologische Dysfunktion infolge einer fokalen Ischämie, infolge einer fokalen Ischämie. Zum Beispiel durch Stenose. Stenoz hisobiga yuzaga keladi.